Vaziyatdan xabardor kishilardan birining inkos qilishicha, 2010 yillarda Urumchida qad ko'targan Uyg'ur korxonchilaridan biri Shinjang Sadoqat biotexnik shirkatining sohibi Ilijan Ismoil bo'lib, u 2017 yili Qozog'istonga sayohat qilib kelgandan keyin tutqun qilingan. Ilijan Ismoil haqida Norvegiyalik faoliyatchi Abduvali Ayıpmo belgili uchurlarga erishgan. Uyg'ur yerining tutilgan baylar tizimligida Ilijan Ismoilning ismi bor. Uningda biz bir 300 dan ortiq bayni tizimlagan. Keyingi bir umumiy aniqlashda 1200 bayning tizimligini turg'izib chiqdik. Eng dastlabda tutilgan cho'ngroq korxonchilarningki ta'siri kuchli boshlang'ich korxonchilarning birisi shu Ilijan Ismoil. Vaziyatdan xabardor kishining eskartishicha, aslida 1990-yillarning oxirida ishkirda o'qiyotgan mezgilda bir qator milliy bo'lginchilik bilan ayblanib jazolangan Ilijan Ismoil 2017 yil cho'ng tutqun boshlanganda sobiq tutqunlar qatorida qora tizimlikka tushgan. Naq qora tizimlikka ilingan mezgilda Qozog'istonga sayohatga chiqishi uni paylayotgan soqchilarning gumoniy tuyg'ularini hareket keltirgan. So'roq jarayonida chet elda bosgan har bir qadam va uchrashgan har bir odam haqida inchki ma'lumot berishga majbur bo'lgan Ilijan Ismoil chet el safarining so'roqidan nisbatan masalasiz chiqqan bo'lsa-mu, ammo Uyg'ur elida bo'libmi Qashqar va Urumchida ilib bo'lgan xayr-saxovat ishlari haqidagi so'roqda gumondan qutulish yo'li topolmagan. Abduvali Ayıpning deyishicha, Ilijan Ismoil 2018-yilning o'rta oxirlari kesib o'tilgan. 2017 yilning oxirida tutilganligi xabari keldi. Shundan keyin bir aniq ma'lumot olib bo'lmadi. Ya'ni qanchalar kesilganlik to'g'risida ma'lumot olib, lekin tutilganligi haqidagi ma'lumot 2017 yilning oxiriga kelgan. Biz bu Ilijan Ismoilni tutilgan baylar tizimligining qatoriga tizimga olgan va keyin bu haqda bir to'platma yozdik. Vaziyatdan xabardor kishining yana eskartishicha, u tijoratini 2000-yillarda Maralbeshida boshlagan bo'lib, 2008-yilda shirkatini Urumchiga yo'tkigan. Sodasini boshlash bilan tijoratining zakatini ayirib kelayotgan Ilijan Urumchiga tijorat qilayotgan mezgilda o'ziga o'xshash bir turkum korxonchilar bilan do'stlashib, ularni tijoratining zakatini ayirishga, bo'libmi Urumchida doktorxonalarda davolanishsiz qolgan kishilarga yordam qilishga yetaklagan. So'roq jarayonida uning bu do'stlar to'pi milliy bo'lginchilar guruhi deb qaralib, ularning ish harakatlari, bo'libmi yordam qilgan kishilari surat qilingan. Bu tekshirishga Maralbesh naylik soqchi idorasi va Maralbesh bozorlik soqchixonasi ishtirok qilgan. Telefonimizni qabul qilgan mazkur bozorlik soqchixona xodimi Ilijan Ismoil ustiga tekshirish natijasida uning atalmish qonunsiz pul to'plash va pul taqitish qilmish bayqalganligini oshkorildi. Ya bu bozorlik soqchixonami Maralbeshni? Bu Ilijan Ismoilniki dilos bu qandaq dilo bu shu silnamışa tavallikdan yetishib chiqqan korxonchi Shinjang Sadoqat biotexnik shirkatiniki sohibi. Sen kodayımız 20-30 adamdan jig'ilib pul chiqqan, pul evatgan. Guruh tashkilotga tuan qo'y, shundaqmi? Guruh tashkiloti. Bularning sodir qilgan bir amaliy harakati bormi yo'qmi? Sodir qilgan amaliy harakatga pul chiqqan, moddiy buyum chiqqan avval bor. Qandaq buyumlar? Yetim yusirligiga mushlar qolmasak bo'lmaydi da, ham bizniki qarindoshlarimiz shirkatda deb narsalarni ayol bolalariga biz qolmasak olmaydi deb ayda bir tashviqotlarni elib borgan avvallar bor. Uning deyishicha, Ilijan Ismoil va do'stlari 2014-yildan buyon 10 mingdan ortiq kishiga zakat bergan. Jami qancha oilaga, yetim misrlarning qancha oilaga taqitibga o pulni? 10 mingdan chiqarib chiqdi deydi. 20 mingga boradi. Pulni taqatgan chog'da shu taqitishda masala chiqqan, bu berilishga tegishli bo'lmagan berilib ketgan degan gap bormi? Xabaringiz bormi? Pulni taqatgan ahvolni to'liq bilmayman. Shu yoqdagi xayr-saxovatga erishgan, bergan zakatlardan foydalangan siyosiy mahbus oilalardan qanchasi bor? Sizning tavallikingizda Maralbesh bozorchida. Lekin yig'ilgan oila menimcha 12 dan chiqroq. Ilgirki aniqlashlarimizda Uyg'ur elida zakatning cheklanganligi har qanday bir kishiga har qanday miqdorda pul yordam qilish uchun cho'qim aloqador organlarning tasdiqidan o'tish kerakligi ma'lum bo'lgan. Hozir qancha vaqt bo'ldi shu zakatni chekligini, zakatni to'sayotgani? 4-5 yil oldu. Hozir masalan namrat oilalarga yordam qildigan chog'da qanday qildi? Masalan baylar, kambag'allarga, iqtisod yaxshilar, yamaraqlarga yordam bergan chog'da qanday qildi? Qanday yordam qildi? Yo'q, unda u baylar namratlarga yordam qilmaydi. Qilmadi. Hozir. Uni partiya hukumat yordam qildi. Partiya hukumati, ya'ni shaxsiylar ara o'zaro yordam qilishga yo'l qo'yilmaydi. Shu bo'yicha ijro qilinadi. Yo'l qo'yilmaydi. Mazkur soqchining deyishicha, 2017-yilning oxiri Ilijan Ismoilning do'stlaridan 20 necha kishi tutilgan, ammo ularning hech qaysi hozirgacha qo'yib berilmagan. Bu Ilijan Ismoilning delosiga chetlab tutilgan kesilgan odamlar qancha?
Turmuş Abdülhamid ketishlik 20dan ortiqroq odam pisura. Pul verganlar qanday bir taraf qilindi? Ularning qo'yib berilganlar bormi yoki Kuydirilganlar ajab ketishlik qo'yib berilgan odam yo'q. Vaziyatdan xabardor kishinoyan deyishicha, bu sodisining nisbatan cho'ngligi va siyosiy tarixida chekit bo'lganligi sababli jamoat ishlariga aralashishda alayda ehtiyot qilgan. Bu xayr-saxovat ishlarini nisbatan bexatar deb qarab, o'zining milliy mas'uliyatini mushu jihatda ado qilishga tirishgan. Ammo 2016-yillari zakat cheklangandan keyin bo'lib 2017-yildagi cho'ng tutganda yandırıp tekshirish, ya'ni orqa qarab qayta tekshirish tadbiri qo'llanilgandan keyin uning ilgirki ehtiyot bilan bosgan qadamlari xatarlik harakatlarga o'zgarib, ish qirqqa yaqinlashganda va savdo ishlari ilgarilayotgan mezgilda putkuli kishanlangan. Maralbesh bozoridagi bir amallik mudiri Ilija Ismoilning atalmış qonunsiz to'plangan pullarni saqlagan va tarqatganlik uchun 18 yillik kesilganligini dalilladi. Ilija Ismoil nima qilgandiringiz o pulni? Başkalar endi taqishga birdi. Bu asos olab baralar. Taqishda shunda Namratlarga taqatgan shundaqmi? Yaşay bütünlük itbaqan adamның vaqtida Respublika Sovetlarga sep qo'yar. U o'ydilamas ko'chada ketib atganligini taqatgan ekan undaqda. Shu namratligini bilsa. Ha, astaqib chiqib ulardan uni ko'rib ashar qilib paşolar. Undaqda bo'lmishim 2017dan keyin kim tarbiyalashtirdi paşoga ashtanga bu. Ha, Ahallarni akirib so'rgandan keyin kim pul berdi, kim yordam qildi degandan keyin. ashunlar gaplar. Ilija Ismoil ham hozir nerede? Avval 18 yillik isbet Chiqdi. Asosiy sheriklar kim bo'lib chiqdi? Endi shu askerda adamlik qilgan bu ya shu chet eldan ekspertchilar boshqa rashta adamlik sahasida bo'lganmi qonun to'liq qilgan. Hurmatli radio anglashlar, yuqorqi ma'lumotlarda Ilija Ismoilning 18 yillik kesilganligi ma'lum, ammo uning 20 yaqin korxona hisoblashining oqibati ma'lum emas.